Akneni ham tez davolash mumkin. Lekin bu usulga men biroz qarshiman. 2 haftada уже aknengiz qurib ketishi mumkin agar siz o'zini gormonal dorilarni ichsangiz. Gormonal dorilar shunaqa kuchliki, lekin men gormonal dorilarga umuman qarshiman. Nimaga? Chunki gormonal dorilar sizni tez davolab beradi. Mana shu holatlar bo'ladi-da, men boshqa joyga bordim, birdan yaxshi bo'ldi. Kapelnitsasida уже gormon qo'shilgan bo'ldi. Agar men o'sha gormonlar yozib bersam, u kelgan pasiyent birpasda yaxshi bo'ladi, menga rahmat aytadi, lekin sog'lig'ini katta zarar keltirishi mumkin. O'shaning uchun men birinchi navbatda gormon doriga umuman qarshiman. Sekin davolasam-da, lekin sog'lig'iga hech qanday zarar keltirmasligiga javob bera olaman. Birinchi. Ikkinchidan, gormon dorilar sizga tez yordam bersa-da akneni jigaringizga katta xavf keltiradi, sirrozga olib kelishi mumkin. Agar homilador bo'lsa ayollar, bolalar nogiron bo'lib tug'ilishi mumkin, suyak yemirilishiga olib kelishi mumkin va soch to'kilishiga yoki bepushtlikka olib kelishi mumkin. O'shaning uchun men maksimalniy gormonal dorilar umuman yozmayman ham bermayman. Bu kontentimni olishimdan maqsad aknengizni husnbuzarlar 3 kunda davolab beraman yoki 1 hafta 10 kunda davolab beraman degan reklamalardan qochishingizni so'rayman. Chunki men bundan 2 yil, 3 yil avval professor bilan ishlaganman. Dubaydan kelgan professor suyak bo'yicha-da. Ammo ingliz tilini bilganim uchun ham tarjimon bo'lganman, ham assistent bo'lganman. Ishoning bo'lmaydi. Shunaqa ko'p odam kelgan suyak yemirilishidan. Nima bo'lgan? Covid vaqtida odamlar qanaqa davolash bilmadi-yu, saqlab qolishga harakat qilishdi. Endi gormon o'zi ekstremniy holatlarda beriladi-da. Endi maksimum doktorlar ham bilishmadi. Faqat gormon berishgan, endi iloji yo'q, saqlab qolish kerak. Ishoning 15 yosh, 12 yosh bolada yemirilish o'zi nogiron bo'lib qolgan. Shunaqa odam ko'p, men o'zim hayron qoldim. O'shanda gormonning qanchalik zararligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. O'shanda doktor aytdi, professor, men shokdaman. Muncha ko'p gormon olishgan, endi shunaqa vaqt bo'lib qolgan. O'shani ko'rganimdan keyin boya aytganimdek gormonga men qarshi bo'ldim. Ekstrem holatda qilinadi, u yordam beradi. Hushdan ketganda yoki og'ir holatlarda majbur gormon qilasiz. Lekin bu degani shunaqa narsaki, antibiotikka qo'shib beriladi-da hozir. Siz sirasi yaxshi bo'lasiz, xumoyin. Lekin 2 oydan keyin o'sha kasalligingiz yana 2 barobar qaytariladi. Yangi kasalliklar olib keladi-da.